Bilishim bo'yicha siz tarix kitoblarini ekspertisiz va bu kitoblarni nashr qilishga, yozishga qancha vaqt ketadi va bu qanaqa jarayonlardan o'tadi? Bu jarayon ham qiyin. O'ziga yarasha anchagina qiyinchiligi bor. Birinchidan uni dasturini ishlab chiqish kerak bo'ladi. Dasturlar qayerlardadir, tashkilotlarda, boshqalarda muhokamadan o'tadi. O'qituvchilar fikri inobatga olinadi. Respublika ta'lim markazi to'liq shu jarayon bilan shug'ullanadi. Xalq ta'limi vazirligida o'quv bo'limlari shug'ullanadi. Ana undan keyin bu ma'qul bo'ldi deyilgandan keyin darslik mualliflari yozishni boshlaydi. Darslik mualliflari ham yozib birinchi marta, ikkinchi marta, uchinchi marta o'qishga beradi, boshqa beradi. Ekspertlar uni ko'rib chiqadi. Ko'rgandan keyin mualliflar yozib keladi, yo'q ma'lumotlarni o'quvchiga yetkazib beradi. Bor kuchini, bilimini berishga harakat qiladi ular. Olimlar bor, oddiy o'qituvchilar bor, fan doktorlari boshqa. Lekin o'shani shuncha yozib kelgan narsasini ko'rib chiqish kerak-da. Bolaga qaysi biri kerak, qaysi biri kerak emas. Qaysi biri zarur, qaysi biri zarur emas. Uni ajratish kerak. Mana shu ajratish jarayonida ham turli xil fikrlar bo'ladi. Masalan, 4-5 kishi ekspert bo'ladigan bo'lsak, o'sha ekspertlar kimdir u fikrda aytadi, kimdir bu fikrda. Mana bolaga kerak deydi, bilish kerak deydi. Biz tariximizga bog'liq deydi. Boshqa biri aytadi, mana buni ham qo'shsak deydi. Kimdir aytadi, yo'q, mana bu ortiqcha deydi. Kimdir rasmi noto'g'ri qo'yilgan deydi, olib tashlaydi. Kimdir aytadi, ma'lumot noto'g'ri qo'yilgan. Bu ma'lumot eskirgan bo'lishi mumkin deydi. Uni olib tashlash kerak deydi. Ammo olib tashlaydigan bo'lsa, darslikda nimasi qolmaydi. Asosiy shuncha muallif qilgan harakati bo'linib ketadi, kerakli narsa qolmaydi. Yana muallif bilan suhbatlashish kerak, kelishish kerak. Ular nima uchun buni ma'qul deb topdi, nima uchun ekspertlar buni noma'qul deb topyapti. Ana o'sha hamkorlik tufayli 2 oy o'tadi, 3 oy o'tadi, 1 yil o'tishi ham mumkin. Shunday qilib darsliklar shakllanadi. Bu ancha uzoq davom etadigan vaqt talab qiladigan jarayon va ana o'shandan keyin bosmaxonaga boradi. Bosmaxonaga borishdan oldin ilmiy metodik kengash tashkil qilingan har bir o'sha muassasada. Masalan, tarix institutida bor, boshqada bor, universitetlarda bor. Respublika ta'lim markazida ham ilmiy metodik kengashda tavsiyadan o'tkazadi uni. Shuncha muhokamadan keyin qaysi qismi qoldi, qaysi qismi qolmadi degan mazmunda ko'rib chiqiladi va ularni muhokamasidan o'tgandan keyin ma'qul bo'lsa darslik nashrga boradi. Nashrdan chiqqandan keyin ham u yana bir marta ko'riladi.